Albatta inomarka, ya'ni Equinox ham Malibu minjak vaqtda baribir ekonomlikni tanlaysizlar, to'g'rimi? Ekonomlikni tanlayman deb turib, rasxod qilgandan ko'ra bizadan kelib turib avtoshopdan xarid qilsangizlar, sizlar uchun biz rasxodini qilib, o'sha hech qanday rasxodsiz ekonom variantdagi Malibu ya Equinox mashinalarini tavsiya beramiz sizlarga. Ya'ni metan qo'yilgan 2022 deysizlarmi, 2021 yil deysizlarmi, Premier Malibu mashinalarimizdan bor. Va aynan Equinox mashinalarimizdan bor, u mashinalar lekin propan qo'yilgan variantlardan bor, metan qo'yilgan variant hozircha yo'q. Xo'p, ko'rib turganlaringiz 2022-yil Premier bo'lgan Malibu 2 mashinamiz. Metan qo'yilgan, 4 yumshoq balon qo'yilgan, tonirovka urilgan, ruxsatnomasini примерно ko'p vaqt emas, bir 3 oy, 4 oy ruxsatnomasi qolgan. Aynan sizlar uchun shu mashinamizni aksiyada 305 million so'mga qo'yib beramiz. 2022-yil Premier Malibu. Xohlasangiz bu tarafda esa 2021-yil Premier Malibu mashinamizdan bor. Bu mashinamizdan zo'r sosteniyada 4 yumshoq balon toza qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mercedes qilingan. Salon qismam, ko'cha qismam polni tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Idealniy o'ylab turibdi. Ximchiska, polirovka hamma ish qilingan, xullas, rasxodlar hammasi atilgan, prosta mashinani olib haydash kerak bo'lgani shu. 2021-yil metan qo'yilgan, 95 ming probeg, endi 330 million so'mda yozilgan, lekin albatta kelsangiz zo'r narxda qilib beramiz. Aytishingiz mumkin, bu mashinani 21-yil nechun 330 million so'm, nechun bu mashinamiz 305 million so'm deb. Ko'pchilik odam o'ylaydi, bu narsa misol premo egadan kelgan bo'ladi. Bu esa уже konkretniy pul tikilib, sostena taxlanib, hech qanday rasxodsiz zo'r sostenada turgan bo'ladi. Даже gerb boylar ham qo'yilgan polni. Bu mashinamizdan endi probeg ko'proq 137 ming, ham kassasini tekshirib olsa endi bir ikki yerda petno bo'lishi mumkin bir detalda. Belly jemchuk endi qora lekin bu narsa skromniy turadi. Qorani ko'pchilik ham yaxshi ko'radi, to'g'ri, lekin bizani iqlima, Xorazma sal chang bo'lganligi uchun qaranda bunday rangga ketadi. O'zim tonirovkani polni sal ochiqroq bu. Buni temir rakatib urib, qaratib, yuzlik atib ikkisini ham bakoyni qaratib bersa, balonlarni qaratib qo'yib o'lib turadi. Oq emasdan bu, belli jemchuk rangda. Yana qaymoq o'xshash. Qaymoqdan sal ochiqroq. 2022-yil Premier bu mashinamiz amina. O'ylashingiz mumkin, bu paketi bilan deyilmaydi, yo'q. Prosta vid uchun o'zlarimiz taxlanmiz, xod qilganmiz mashinani. Bemalol kraskalarni tekshirib olsangizlar bo'ladi. Kraskalari polni toza. Mashina 31 ming probegda, narxi 335 million so'm 2022-yil. Bu mashinamiz benzinda. Hozirga chiqib turgan XL Malibu bilan Premierni farqini ko'pchilik ham bilmaydi. Bu narsani farqi Xitoy zubur bo'ladi. XLlar bular esa chisti koreyskiy bo'ladi. Bu degani o'zi XLga qaraganda kачество bo'ladi. Ham bo'ladi 6 skors korobkasi. XL 9 skors bo'ladi. Ham vid taraflama bilasizlar. XL xo'shray Premierdan, lekin kачество taraflama Premier xo'shray. Premier zo'r. XLga qaraganda. Xullas 335 million so'm 2022-yil Premier jemchuk rangda benzinda mashinamiz. Bu mashinamizni albatta ustiga yarashtirib beramiz, bemalol kassangizda bo'ladi. Xohlasangiz tarafda 2021-yil yana bir Premier mashinamiz. Menga metallga qo'yilgan varianti kerakmidi, motor chiqarilgan variant kerakmidi, shu oddiy tarangmaj kerak, benzinda azatib jon chiqarib edjekman deydilar uchun. Mercedes 4 yumshoq balon, polni black piano qilingan hamma yozuvlarni seni. Diskasi yozuvi, krugoy tonirovka. Nerenda nikel yozuvi bo'lsa hammasi o'zgargan. Qoraga, yana. Даже bu narsa ham nikel bo'ladi, yana. Qoraga boya qo'yib. Kraskalar toza, tekshirib olasizlar. Probeg 43 ming. Haqiqiy Premier, obduf podogrev rejimda bor. Sidinalar zo'r holatda. Hech qanday yengilib yoki yirtilib yotgan yeri yo'q. Salon laminatsiya qilingan. Narxi 335 million so'm. Tonirovka ruxsatnomasi ham bor, gerb boylar ham qo'yilgan. Xullas zo'r sostena. 2019 bilan tarafda yana 4 yumshoq balon toza. Kraska tekshirib olasizlar, qaysidir bir detalda kraska bo'ladi. Bu mashinamizdan 2 lik turbina bo'ladi. Premier emas. 2019 285 million so'm deb qo'yilgan. Endi kelsangiz albatta cho'tka narxida qilib beramiz. Tonirovka ruxsatnoma ham bor. Xo'p. Endi yozaman bayram. Probeg 100 ming.
Sosteniyasi zo'r. İkkilik bilan Premier'dan farkini bilmaydiganlar uchun aytib o'tamiz. Abduf rejimi bo'lmaydi, ya'ni sidina sovutib qo'yadigan rejim bo'lmaydi. Keyin bu yerda kolonka bo'lmaydi yana. Bo'ladi. Bo'ladi kolonka bor. Orqa sidinalar qizadi. İkkilikda qizmaydi. Premier'da qizadi. Orqa sidinadan podograf bo'ladi. Shunda. Knopkasi. Xullas. Xohlasangiz bu. Arzarak varianti kerak deganlar uchun. Bu yan tarafda yana byudjetli varianti kerak desangizlar, yana 1.5 turbina. Ko'pchilik ham ikkilikka qaraganda 1.5 ekonomishni deydi, lekin misol ikkisini kuzovi bir xil, kuzovining og'irligi bir xil, lekin ikkilik motor bu kuzovni yengil tortami yo 1.5lik motor yengil tortami? Prosta taxminat ko'rsangizlar bo'ladi. 1.5 ni ko'pchilik ham ekonomishni deb o'ylaydi, lekin ikkilik 1.5 ga qaraganda sal yengil yuradi, shuning hisobidan benzin ham kamaydi. Endi uni dapolik sitdan nodiyda gazni depsangizlar, mosh shunda ko'p ichar bunga qaraganda. Bu Premier. Lekin atak sredniya degan vaqti 1.5 ga qaraganda Premierni rasxod kam bo'ladi. Xullas 2020-yil Malibu benzinda 53 ming probeg, haqiqiy bir qo'l mashin, sosteniyasi zo'r, kraskalar ham toza. O'zini zavodskiy baloni, sosteniyasi yaxshi. 270 million so'm. Egalardan ga tutdi mashin. Bemalol kelsangiz-da, egan ham chaqirtirib, ustunda premyoy savdolashib olsangiz bo'ladi. Bu tarafda yana 2022-yil haqiqiy Premier, tarang vajbon. 360 gradus kameralar ham qo'yilgan. Mana. Aylangan bo'lning. Mana kamera. Monitor poli 360 ko'rsatadi. 39 ming probegda bu mashinamizdan 370 million so'm deb yozilgan, lekin 355-360 million so'm, boring 350 million so'm ham qilib beramiz. Aksiyada 350 million so'm. Desangizda undan ham может balkim naqd pul balons ustiga gashtirib beriladi. Xo'p, Equinox mashinlarimiz har xil varianti. Endi birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya bo'lgan bo'lsa, atak beda birinchi pozitsiya yo'qdan, lekin ikkinchi pozitsiya bilan uchinchi pozitsiya bor. Ikki ham pochta, ikki komod desa ham bo'ladi. Ko'chada birsi boradi. Buni megadan davom etib o'xshaydi. Bedalaki eng full emas, uchinchi pozitsiyalari. Abduf abograflari, palaza rejim hammasi bor. Eng fulllari 2022, 21, 23. Bu mashinalarimiz ham misol birisi propanli, birisi metalli. Xullas, nodasam 300 boring 300 million so'mdan tortib 450 million so'mgacha. Ya'ni 450 million so'mdan chek. 6 ming, 8 ming, 10 ming probeklisi 450 million so'm. Atak 300 million so'mlik qilsa 21-yil bo'ladi. 20-yil bo'ladi. Avvalgi ham Premier motor ko'namorda ajni variantlar ham bor. Xullas, hammangizni Aftoshopda kutib qolamiz. Bemalol kelib turib, ustida ko'rib qayt qilsangiz bo'ladi. Agar siz musofirlikda bo'lib turib, prosta bir grafiklari, elektronlari yo bir durarlari, xullas, nechik variantlar borligini qiziqchak bo'lsangizlar, telefon nomerlarimiz bor. 90 738 88 89 bemalol Telegram yoki bo'lmasam Imo orqali bizlar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Qaysi bir nechik variantdagi, nechik sosteniyadagi, nechik narxdagi Equinox bo'lmasa Malibu kerak bo'lsa, albatta sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Misol 50 million boya uyda bir Cobalt'im bor, bir Gentra Malibu olacakman desangizlar, Cobalt'imiz ham Gentra'miz ham ko'ramizdan, ana savdolashib ustini pulini kiyarganni, durarini nechik variantda oladigan bo'lsangiz, shuni gaplasharamiz. Aloqa chiqarasizlar. WhatsApp'im bor, WhatsApp nomerim bor deydilar uchun 93 757 77 00 telefon nomerini bemalol WhatsAppdan aloqa qilsangiz bo'ladi. Hamma rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. 10 minut vaqtingizni ayaming. Görgənləriniz üçün rəhmət bizə.